Assalamualaikum balalar. Bugün ben Frederick degan kitobni o'qib beraman. U bir odam emas, bu bir chashqon. Mashada ko'rsa. Lekin u nimalarni yaxshi ko'rdi, gullarni yaxshi ko'radi. Uni hozir qarab boqamiz. Frederick deb yozib ketgan. Acaba tüpmedi ya. Bunun burnusida seyirlar, otlab atlar çıpışıp yürüdüğün bir yaylıq var iken. Yaylığın bir tarafında bir taş tam var iken. Tabii o tarafında bir dehqonning eg'li oshliq ombiri va uningga yaqinlab yerda bir oila chashqonlarning usi bor ekan. Kunlarning birida dehqonlar ko'chib ketibdi. Eg'il va oshliq ombiri bo'sh qoldi. Qishga oz qolg'achqa to'lin chashqonlar qo'noq bug'doy, shol, meva va urug'chalarni yig'ishga boshlabdi. Ular nihoyatda aldirash ishlabdi. Faqat Frederick ismli bir chashqonda ishlamay bekor yuribdi. Chashqonlar Frederickdan "Sen nimaga ishlamaysan?" deb so'raydi ekan. "Ishlash vaqtimang'u", deydigan Frederick. "Men beshmu sovuq va qorong'u qish fasli uchun kun nurini yig'yapman." Frederick yayloqqa tikilib qarab o'tirarkan. Chashqonlar uningdan "Endi-chu, Frederick, hozir nima ish qilyapsan?" deb so'rasa u, "Men ranglarni yig'yapman, chunki qishda faqat kulranglar bor", deydigan. Bir kuni Frederick uxlab qolgandek jimjit bo'lib qoldi. "Tush ko'ryapsanmi, Frederick?" debdi chashqonlar o'zini qilgandek. "Voy yoqay, men so'zlarni yig'yapman. Qish degan bek uzun so'zlarni yig'yapmizoq, deyishadigan gaplarimiz birdamdala tugab ketadi", debdi. Qish keldi. Tunji qor yog'gan kundan boshlab bu 5 chashqon tosh tomning ichkirasiga kiryapti. Eshik panohlanyapti-da. Boshda ular yeb-ichib, ahmoq tulki va sodda mushukning hikoyalarini so'zlashib, kunlarini nihoyatda g'amsiz va xushal-xurram o'tkazibdi. Biroq asta-asta ular ovusidagi mevalarni yeb bo'pti. Guruch va qo'noqlarmi tugabdi. Behmu sovuq bu tosh tomning ichida endi hech kimning gap qilg'usimi kelmabdi. Xush yoqmabdi-da, tomoq kuyib ketganda. Shu chog'da ularning esiga Frederick yoqqan kun nuri, ranglar va so'zlar keldi. "Ha, rost, Frederick, sen yoqqan hiliqay narsalarni
deb so'rabdi ular. Ko'zinglarni yuminglar. Fredrik gap qilgan bir yo'qgan toshning ustiga yamshib chiqibdi. Hozir men sizlarga kun nurini ilib kelman. Sizlar quyoshning oltindek nurlarini his qilyapsizlar. Fredrik kun nurini tasvirlab so'zlayotganda qolgan 4 chashqon o'zini xeli isib qolgandek his qildi. Gap qilayotgan Rasululloh Fredrikni zaldi. Uning sehri kuchi bormi acaba? Ranglarchi Fredrik do'stlari umidga to'lgan holda so'rabdi. Shuning bilan u do'stlari ham Madagaskar qizil gulining rangi cheksiz ketgan sapsariq bug'doylikdagi qizil layloqsoqlar yana biljirganlarining yeşil yo'qburmoqlari haqida so'zlab beribdi. Fredrik so'zlayotganda chashqonlar u ranglarni xuddi kolosiga suzib nihoyatda ochiq ko'rgandek bo'ldi. Sen yoqqan so'zlarchi Fredrik deb so'rabdi chashqonlar. Fredrik gilini qo'yib birdan turib olgandan keyin xuddi sahnaga chiqqandek she'r o'qishni boshlabdi. Bu pek uzun bir şiir okudu. Osmondagi qor guli ustida turgan kim? Yerdagi muzda eriyotgan kim? Kim bu havoni bundaq illiq qila oladi va yana uni bundaq sovuq qilgan kim? Quyosh nurini kim o'chiralaydi? Yana oy nurini yo'ritgan kim? Dal ashu 4 tal tulum chashqan. Ular ashu ko'k osmonda turdi. Faqat 4 talli tulum chashqan, xuddi va sana va manga o'xshagan. Bahar chashqini ochar shabnamlarning yuzini, yaxshi ko'rdi gullarga rasm chizishni. Uningga agishib kelar yoz chashqini, kuz chashqini elib keladi bug'doy va yong'oq. Qish chashqini keladi eng oxirida. Kichikkina putlari sovuq titragan holda. Naqadar baxtli bayamqi bir yildagi ashu 4 fasl. Birimi ortiq emas, biri kam emas. O'ylab boqqina, qani sen bir. She'rni o'qibdi. Fredrik she'ri tugishi bilan chashqonlar javob ochilib olqish yong'ratibdi. Qaltis Fredrik, haqiqatan qaltis. Sening bundoq qaltis shoirligingni bilmabdimiz, debdi ular. Fredrik egilib ta'zim qildi va shundoq buni men biladim, debdi xijilbon holda. Ondan Rahmat demabdi-da Fredrik. tilgabdi.